Islom payg'ambari buyuk yaratganning huzuriga chiqib, u bilan yuzma-yuz ko'rishgandir. Men Me'rojga butun qalbim bilan ishonaman. Fyodor Dostoyevskiy. Muhammad har doim xristianlardan ustun turadi. U insonni Xudo deb bilmaydi va o'zini Alloh bilan bir tutmaydi. Musulmonlarning Allohdan boshqa ilohi yo'q va Muhammad uning payg'ambari hisoblanadi. Bu yerda hech qanday muammo yoki siri yo'q. Lev Tolstoy. Payg'ambar Muhammad ham dunyoviy, ham diniy sohalarda muvaffaqiyatga erishgan tarixdagi yagona inson. Dunyodagi ta'siri eng buyuk inson shubhasiz Muhammaddir. Michael Hart. Payg'ambar Muhammadning hayotining 2-kitobini tugatdim. Bu buyuk hayot haqida o'qishni davom ettirishim uchun hech narsa qolmaganidan juda ham afsuslandim. Islomning yoyilishi esa hech ham qilich sababli bo'lmagan, balki payg'ambar Muhammadning tavozisi va axloqi sababli bo'lgan. Mahatma Gandhi. Sening asringda yashamaganim uchun juda ham xafaman Muhammad. Otto von Bismarck.